Qizlar, sizlarga yana bitta sir aytib ketmoqchiman. Adras materiallarini bichishda mana insiz bo'ladi, bilasizlar. O'rtasida masalan 5 metr, 7 metr bo'lib o'lchab kesiladi bu. O'rtasida mana shayton bo'ladi, adrasi. Mana buni kesib turib, keyin yoniga qo'yib ulab bichsanglar, guli-guliga to'g'rilab oson bo'ladi. Mana bu bitta adrasimiz hali kesilmagan. Sizlarga ko'rsatish uchun ochdim. Mana bu bittasi. Mana kesib oldim. Mana shaytonidan kesib olganman. Mana endi buni yana bitta anaqasini ko'rdingizmi, guli-guliga to'g'rilab turib qo'yib olib, guli-guliga to'g'rilab turib, o'ngiga qilib chop berib olasizlar, tekis qilib. Ulab olasizlar bir-biriga. Buni yana yoniga yana bittasini materiallarni kam ko'piga qarab ulab olasizlar-da, o'shanda 1,5 metrlik material bo'ladi. Yaxshilab bunda orasini ochib turib dazmol qilib, bunda tikkandan keyin orasini ochib dazmol qilib, bemalol bichsanglar bo'ladi. O'shanda guliga tushirib, chiroyli qilib bichishinglar oson bo'ladi. Mana choplarimizni ulab oldik. Mana bu yoqda ikkita, 3 tani bitta qilib tikib oldik, dazmol qilib oldik. Endi buni bemalol bichsak bo'ladi. Mana ko'rdingizmi, guliga tushib chiroyli bo'lib chiqdi.